Koreyani ko'chalarida terib kelgan gullarni bittama-bitta yeb mazasini ko'ramiz. Naryoqda koreyslar hayron gullarimizni kim yeb ketib ekan deb. Oxirgi marta To есть bundan oldin ancha bo'lgan, bu ham oxirgisi emas. 2 yoshli o'g'lim bog'chasida o'stirgan gulini yeb ko'rgandim. Voy, onasini hamsin. Bechora bola ertalab turib qarasa, gul yo'q. Onasi yeb qo'ygani bizda detskiy travma. Endi 30 xil gul bittama-bitta mazasini ko'ramiz. Men aytaydim, gulga nima kerak uncha rasxod qilib bekorga so'lib ketadi desam, so'limasdan yeb taylaganda bular qizlar to'g'risini aytadi. Sizlar faqat hidlaysam yo bitta shu opada bor bunaqa qo'y denkasi. Hidi va zo'r ekan. Bo'ldi, qizlarning chegarasi mana shaqacha. Hidlaydi bo'ldi, yog'iga o'tmaydi. Opa chegaralarga tupurgan holatda odamga achchilikdan ham chiqib ketdilar. Qaranglar, har xil. Buni yuvish kerakmi, yuvish kerak emasmi bilmadim. Bu mevami sizga yuvib yeysiz. U odamlar yuvib yeydi. Siz bosavering, farqi yo'q. Yeb ko'raylikchi. İçidan hech narsa chiqmaydi chiqadi. Gulni ichidan bilmadim, lekin siz ichidan nimadir chiqadi. Shu so'lishni boshlabdi. Men buni terib kelganimga уже 2 kunmi bo'lib qoldi. Qaranglar, so'lib qolibdi уже. Ha, chips qilib yeyverasiz, farqi yo'q. Mana shu guldan boshlaymiz. Bismillah. Buni hammasini. Yaxshiyam O'zbekistondan O'zbekistondan bironta qishloqqa erga tegmagan ekansiz ekanda. Naka. Onasini hamsin. Yaxshiyam O'zbekistondan bitta qishloqqa erga tegmagan ekansiz. Ertalab turib qaraysiz, bedani bedi yo'q. Voy, biroz yo'q. Ta'minlar malli ekan.